Judayam sodda bo'ldi suhbat. Prostoru zadniy ведущий bilan faqat o'shaga noto'g'ri aytib qo'ydim. Hozir endi sotadi endi bu. O'zi sizga hozir ayollar tikishi bo'yicha aynan qanaqa muammolaringiz bor? Endi bilmadim, Xan qiziquvdim, Xan yo'q ekan. Unda chempionmi? Inglizmi o'zimi, general inglizmi? Nimaga aynan shunaqa silayn ekanligini bilsam bo'ladimi aka? Rahmat. Sizni tanidim. Tanidingiz, qatdan tanidingiz? Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan anonim qo'ng'iroq ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Demak, bizga ko'plab kompaniyalar o'zlarining raqamlarini qoldirishgan. Bugun esa bizni har kuni chiqayotgan reelslarimizni tagiga kompaniyalar o'zlarining call center raqamlarini qoldirishgan va mana shu kompaniyalarga biz qo'ng'iroq qilishga qaror qilamiz. Hozir shunchaki Instagramdagi videolardan men kommentariyaning tagida qoldirgan o'zlarining kompaniyalarining nomerini qoldirganlarga telefon qilib chiqamiz va ko'ramiz ular qanaqa gaplashishar ekan, sotuv bo'limi qanaqa rivojlangan ekan ularda va biz ular bilan gaplashishga harakat qilamiz. Agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, mana bir nechta kompaniyalar bor, telefon qilishgan va biz mana bitta kompaniyadan biri u nima qilyapti? Kosmetika sotishar ekan va kosmetika sotadigan kompaniyaga biz hozir qo'ng'iroq qilamiz. Agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, albatta biz siz bilan nima qilamiz? Boshlaymiz. Tak. To'xtaylar. Bir ekan. 0235. Yes, ready. Bugun men o'zimni Ulug'bek deb tanishtiraman, chunki ismim juda ham bo'lib ketgan. Siz so'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling. Вызываем abonent. Okey, tushamadik. Afsuski, qanaqa zo'r nimalar bordi. Navbatdagi kompaniyaga qo'ng'iroq qilamiz endi. Interyer dizayn bo'yicha qo'ng'iroq qilar ekanmiz. Yes, ketdikmi? Siz aytdingiz, biz qildik. Yes. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men bu interyer dizayn bo'yicha telefon qotdim, raqaminglarni berishuvdim. Yaxshimi so'ka, charchamayapsizmi? Rahmat. Sizni tanidim. Tanidingiz, qatdan tanidingiz? Ovozingizdan tanidim, aka. Ovozimdan tanib qoldingizmi? Anonim qo'ng'iroq bo'yicha hozir siz bilan bir gaplashib, mazza qilib kontent qilamiz dedik. Bilib qoldingiz endi. Sizga. O'zingiz yozganmidingiz? Men o'zim yozganman. Kontent siz bilan o'rganaman, aka. Deb men o'zim yozgan edim. Tushunarli. Bu savol bergan edingiz-da, esingizda bo'lsa. Menga bitta dizayn bo'yicha ham bitta qiling, biz ham ilm olaylik deb aytgan edim, aka. Primo o'zimga qilsiz. Gap yo'q. Shogirdlaringiz yo'qmi-da telefonga javob beradigan? Ha, shogirdlar bor. Hozir men beraman. To'xtab turing. Hozir beraman. Hop, bir nechta raqam bersam bo'ladimi, aka? Hozir endi bittasini berasiz, bitta telefon qilib ko'ramiz. Ulanib ketsa, siznikini uzaman. Bu yerdan gaplashib ketamiz va jonli efirda ko'rib turasiz. Bering bittasini, birinchisini. Bo'ldi, hozir bayar. Hop, 90lik. 188. 82 28. Hozir boshqa raqamlar telefon. Abonent apparati o'chirilgan yoki O'chirilgan ekan, Hozir yana bormi ekan? To'g'ri turing.
beramoqchi. Aha. Shuni Instagramda ko'rgana. Bo'ldi, SMS ko'rasiz, biz o'sha navbat keladigan bo'lsa, navbat-navbatda qilamiz, xo'p? Ha, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Aha, rahmat. Zo'r, navbatdagi kompaniyalarga qo'ng'iroq qilamiz. Hozircha biz topa olmayapmiz. Okey, ketdik. Okey. Yana kimlarga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin? Bor ekan, bu yerda yozib qoldirishgan. Okey. Yaxshi. Yana kimlarga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin? Okey, nomerlarimiz. Qaysi raqamlar? Kimlar? Juda ham ko'p insonlar nima qilganda, qoldirishganda. Hop. Nimaga hozir endi mana shunaqa paytga kelganda nima qilmay qolardi, chiqmay qoladi. Okey. Xizmatga. Okey. Okey, mana IELTS bo'yicha bor ekan. Qo'ng'iroq qilamiz undan. Tak. Yes. Tayyormisizlar? Ketdik. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ingliz tili o'rgatar ekansizlarmi? Ha, shunaqa. Bizga shu IELTS emas-u, lekin nima kerak edi? Ingliz tilini yaxshi o'rganib olmoqchi edik. Ingliz tilini o'zimi General Englishmi? Ha, o'sha generalni sal kuchaytirish kerak-da, gaplashadigan darajada qilish kerak. Aha, hop. O'zingiz uchun so'rayapsizmi? Ha, o'zim uchun. Hop. Sizlarda o'quv markazimi yo individual o'qitasizlarmi? Yosh kattalar ko'pincha mana ishliklar individual so'raydi bizda. Individuallar uchun alohida mana abituriyent kelib tursa, unda gruppovoy bo'ladi. Ha, shu menga alohida kerak edi-da, individual bo'lsa. Xo'p, qaysi vaqt qulay bo'ladi sizga? Kechki payt o'sha 7 talardan keyin-da. 7 dan keyin. Aha, xo'p. Bo'ladi, 7 da o'qituvchimiz vaqtlari bo'ladi. Bo'ladi. Onlayn bo'ladimi darslar? Sizga qanday qulay, onlaynmi, offlaynmi? O'z o'quv markazi haqida qisqacha gapirib bersangiz, menga faqat raqamlarni berdi, qayerda joylashganini shuni ham bilmayapman. Bizi Buxoroda joyimiz, onlayn ham bor, offlayn ham bor. Bizning o'quv markazi nomi Teacherjon, ochilganiga hali hech qancha bo'lmadi. Endi bir yil bo'lib qoldi. O'quvchilarimiz o'sha 7 ni ham ko'rsatishdi. Oxirgi natijamiz shu bir hafta oldin chiqdi, 7 bo'ldi o'quvchimiz natijalari. Aha, tushunarli. Undan oldin ham biz ishlaganmiz, o'rtada pauza qilgandik. Shuning hisobi bilan to'xtatib, yana dars davom etib ketdik. Aha, tushunarli. Okey. Qanchadan bo'ladi individual darsinglar unda? Individual haftada 3 kun bo'ladi. Bitta o'z bo'lsangiz 1,5 soat bo'ladi-da. Aha. Narxlarini aniq aytolmayman hozir, chunki o'zlaridan so'rashim kerak-da. Individualnikini, chunki o'zlaridan so'rayman. Gruppamizga esa 500 ming bo'ladi gruppalarimiz. 500 ming ha? Tushunarli. Bo'ldi, unda bir o'ylab ko'rib yetarkanmiz-da, e'tiborasiz narxini unda. Xo'p, telefon raqam. Nima deysiz? Telefon raqamingiz shu? Shu telefon raqami, ha. Ismingizni bilsam bo'ladi? Ulug'bek. Xo'p, siz yozib qo'yaman. O'qituvchimiz bilan qilgandan keyin Telegramga ma'lumot tashlab qo'yaman, bo'ladimi? O'sha ma'lumot. Bo'ladi. Rahmat. Do'stlar, demak suhbatni baholaymiz. Qanaqa bo'ldi?
Shunchaki hali telefonni qo'ymadilar. Okey, yaxshi. Demak, juda ham sodda bo'ldi suhbat qurish. Bunday suhbat qurish kerak emas va individual men bilmayman, ustozimizdan so'rashimiz kerak. Semini yo'q. Aynan ingliz tili kursini sotayotgan paytingizda siz ingliz tili kursini sotishingiz kerak emas, aksincha siz test sotishingiz kerak. Mock test deymizmi? Keling biz siz darajangizni tekshiramiz. Darajasini tekshirgandan keyin, ayniqsa agar siz o'quvchingiz kam bo'ladigan bo'lsa va kamlik ko'proq sotishingiz uchun konversiyani, ya'ni har bitta mijozda o'zingizga jalb qilib olishingiz uchun siz seminni topishingiz kerak. Bu nima degani deydigan bo'lsangiz, ya'ni keling sizni ingliz tili darajangizni tekshirib olamiz, keling siz qanaqa darajada gaplashayotganingizni bilaylik. Mana shundan keyin men sizga individual darsimizni alohida aytaman va o'shandan keyin individual dars xohlang 2 millionga, xohlang 3 millionga soting, chunki odamlar har xil maqsadda sotishadi. Ismini so'radi, yaxshi, ehtiyojimni ingliz tili nima uchun kerakligini so'ramadi. Shunchaki, ya'ni xuddi bir odam telefon qilsa hamma narsani biladigandek gaplashdi. Yo'q, unaqa emas. Aksincha siz ma'lumotlarni berishingiz kerak. Zo'r. Endi navbatdagi kompaniyaga qo'ng'iroq qilamiz. BYD Samarqand deb qo'yishibdi. Wow, bo'ldi birodlar. BYD Samarqand bo'lsa, BYD Samarqandga ham qilaveramiz, problema yo'q, muammo yo'q. Aha. Yes. Tayyormisizlar BYD olishga? Ketdik. Assalomu alaykum. BYD Samarqand rasmiy dilerlik markaziga xush kelibsiz. Zo'r. Xizmat samarador. BYD Samarqand administratori, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Labba eshitaman. Men bu mashina kerak edi, o'shanga telefon qilyotgandim. Xo'p, Aha. qanaqa mashina? Mashina sotasizlarmi? Qanaqa, qaysi model sizga qiziqtiradi? Shu BYD ni men bu chiqqani bor edi, yangi hammi o'shanisi. Ham hozir chiqmayapti, lekin chiqmaydi o'sha. Ha, yo'q, qaysi biri chiqyapti o'rniga? Silan, Yuanyap yangi modellar. Nimalarchi, ana Song Plus chempionlar bor-a? Bor. Ular qanaqa bo'lyapti? Hozir sizni sotuv bo'limi bilan bog'liman, shu batafsil ma'lumot beradi. Bitta ismingizni aytib o'tibman. Nima qilasizmi? Ismingizni bitta aytib bering. Ulug'bek. Qayerda ma'lumot oldingiz avtosalon haqida? Instagramingizda bor ekan shekilli o'shanda. Aha, tushundim. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Aloqada qoling, hozir sizni bog'layman. Xo'p. Ungacha o'zingizning fikrlarni video ostida yozib qoldiringlar. Qanaqa? To'g'rimi, noto'g'rimi? Assalomu alaykum. BYD Samarqand rasmiy dilerlik. Assalomu alaykum. BYD Samarqand sotuv bo'limi, ismim Farid. Assalomu alaykum. Men bu mashina bo'yicha telefon qildim. Aka, ismingiz nima? Ulug'bek. Ulug'bek aka, qaysi BYD noyob modeliga qiziqdingiz, Ulug'bek aka? Endi bilmadim, ham qiziqdim, ham yo'q ekan. Unda chempionmi yoki qanaqalar modellar chiqdi hozir yangilaridan? Yangi modellarimizdan Silan chiqqan aka. Keyin hamga o'xshaydigan Chazor variantimiz bor aka. Sizga balandroqmi, pastroqmi? Qanaqa mashina bo'lishi kerak, Ulug'bek aka, asosiy? O'sha sedan variantrog'i kerak edi-da. Sedan variantrog'i bo'lsa agar, bizlarda наличиеda Chazor bor. 315 million 200, mashina uzunroq, shu hamga o'xshaydigan napodobye ekan. Chazor u nima shekilli, ana byudjetli variant mashina shekilli-ku. U qarang, 315 million 200, buni 4 ta pozitsiyasi bor. 273 million 900 dan boshlanadi, 315 million 200 gacha. Chazor sal ma'qul kelmadi-da, ana o'sha hanga o'xshagani, hozir yana qanaqadir bir ana boshqacha orqasida sal ko'tarilganga o'xshaganrog'i bor-da, o'sha model ismi. Silan deyiladi. Modelimiz juda yaxshi model. 8 yil mashina batareyasi garantiya, mashina o'ziga 8 yil garantiya, 400 sadovat qismiga. Aha. Juda yaxshi, juda ko'p sotilayotgan mashinalardan biri hisoblanadi u aka. Aha. Nimaga aynan shunaqa Silan ekanligini bilsam bo'ladimi aka? Yo, o'sha xanni ko'rdim, bir yoqdi, endi hozir xan chiqmayapti-da, o'shani bir orada bir o'tib ketganini ko'rdim. Endi kamda u mashinalar o'shaning uchun hammada ham yo'q.
juda yaxshi tanladingiz. O'zbek Savol yo'q. mashina ko'ryapsizmi? Ha. Siz mashina qanday xarid qilmoqchisiz? O'zbek kredit yoki naqd? Endi yig'ib qo'ygan pulimiz bor, ozgina yetadimi yetmaydimi bilmayman. Pulingiz qancha bor aka? Oh my god, biz pulni ham so'radi qo'ydim. 500 cha yig'ib qo'ydik-da. Mashina narxi o'zi 451 million 100 bilan 503 millionda. Ikkita pozitsiyasi bor. Полный привод, setup display bilan full pozitsiyasi bo'ladi-da. Prostorovый задний ведущий bilan faqat o'shanga noto'g'ri aytib qo'ydim. Hozir endi sotadi endi. O'zbek O'zi 505 million bo'ladimi eng nima pozitsiyasi? 503 million. U full bo'lar ekanda. O'sha full bo'ladi, setup display bilan полный привод bo'ladi. Tushunarli. Okey, unda ko'rishimiz kerak ekanda bitta. O'zi aslida siz chaqirishingiz kerak edi, brat. O'zbek klubda o'zbekga qaytarasizmi bitta? Ko'rishimiz kerak ekanda, unda deyman. Bitta salonga kelsangiz agar aka mashinasida ma'lumotni beradi, mashina ko'rsatardim sizga o'zbek aka. Mashinani o'zini hozircha tezrakimiz mavjud emas, atak boshqa mashinalarni tezrak qilishga sizni chaqirardim salonga aka. Bizlardan mashina xarid qilsangiz agar shot spravka o'zimizga chiqadi. Bundan tashqari tokboriga 20% chegirma beramiz umrbod. Keyin siz mashinaga sim karta sanfir qilingan sim kartani 2 yil internetda biz ham to'langan bo'ladi. Sal mehr yetishmayaptimi deymanda. Tushunarli. O'zbek o'zimizga o'zim telefon raqamdan blok tashlayapman aka. 968 07 sizniki. Blok tashlayapman aka. Biron savolmi? Shu telefon raqamni saqlang qo'yasiz aka. Bo'ldi. Salonga kela olasiz aka. Qarang, men o'zi bir oyog'im Toshkentda, bir oyog'im Samarqandda. Sizlar Samarqandda tushunishim bo'yicha. Bizlar Samarqandda rasmiy dilermiz aka. Unda bitta o'sha Samarqandga o'tadigan payt men shu shanba o'tishim kerak, bo'lmasam keyingi shanbaga ham o'taman deb vaziyatimga qarayman. Shunga qarab bir fikrlashib olamiz unda. Tushundingiz o'zbek aka. Mashina tanlagan juda yaxshi mashina aka. Juda ko'p sotilayotgan mashinalardan biri u aka. Keyin siz uchun o'zi yana qanaqa opsiya bo'lishi mumkin aka? Ya bo'ldi, yursak bo'ldi. Bo'ldi, bo'lmasa shanba kuni sizni kutaylikmi salonda o'zbek aka? Telefonlashib olamizda oldindan. Bo'ldi aka, men telefon raqamim 9992 oxir aka, boyasizga blok tashladim. Ismim Farid, sotuv bo'lim menejer bo'laman o'zbek aka. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salon hamma savollarga javob bera oldimmi? Javob beramiz, rahmat. Bo'ldi aka, telefon qilganingiz uchun rahmat. Avoqada biz bo'lamiz. Rahmat. Kelajakdan olib telefon qiling, kutib olamiz sizdan aka. Rahmat, xo'p. Xo'p akajon. Yaxshi qo'ying. Qiziqtirdi, brat. Normalmi? Yaxshi gaplashdi. Qo'yil. Do'stlar, uzr, demak, yana nima qo'shgan bo'lardim? Mehr qo'shgan bo'lardim. Share qilib aytib beryapti mashinalarning pozitsiyalarini. Bu yaxshi va shu bilan birgalikda ozgina mehr yetishmayapti. Do'stlar, 500 million, 600 million, 1 milliard boshqa. Men ko'p avtosalonlarga borganman, o'zi hattoki borganman ham. Yodlab olgan narsasini aytishadi. Do'stlar, mashina sotish bu spektakl. Spektakl o'ynab bermas ekansiz, siz sota olmaysiz. BMWni o'ziga sotish uslubi bor, BYDni o'ziga sotish uslubi bor, Mercedesni biz boshqacha sotamiz. Hattoki so'zingizda, intonatsiyangizda ham farq bo'lishi kerak. Mana shu narsani kuzatmadik, lekin qolgan texnikalar bo'yicha semin, salonga chaqirish, ehtiyojni aniqlash, qanaqa mashina kerak, qanaqa va hokazo kerak, ismlarni so'rab, ism bilan bir nechta murojaat qilish, boshqa qilish va hokazo jarayonlarni juda ham chiroyli qilib berdi. Agar shu Farid degan yigitni o'rnida bo'lganda, yana emotsiya, spektakl formatida qo'shgan bo'lardim va mana shunday agar gaplashgan bo'lganda bebaho sotuvchi bo'lgan bo'lardi. Hozir ham yaxshi, zo'r gaplashdi. Biroz shoshayotganligi sezildi. Mana shu narsaga e'tibor berishingiz kerak agar sizni avtosaloningiz bo'ladigan bo'lsa. Do'stlar, demak, mana shu joyda biz kelinglar, keyingi navbatga o'tamiz. Anonim qo'ng'iroqda mana 2-3 ta qilishga imkoniyatimiz bo'ldi. Endi bizni efirimizda juda ham ko'p ishtirokchilar bugun anchadan beri kutishyapti, savol berishmoqchi edi. Telegram kanalimizda juda ham ko'p insonlar savol berishmoqchi. Instagramda ham o'zingizlarning savolinglarni qoldiringlar va Telegramda qo'linglarni ko'taringlar va o'zingizlarning savolinglarni beringlar. Kelinglar, qisqacha savol-javob formatiga ham o'taylik. Nimaga? Chunki ko'plab ishtirokchilarimiz bilan biz oldinlari har juma savol-javob formatida qilardik efirimizni. Endi esa
bu efirimiz to'xtatib qo'yganmiz juma kuni, chunki juma kuni kechqurun 9 da bo'lyapti. Men ham uyga ketishim kerak. Mana shu anonim qo'ng'iroq formatida ba'zi bir holatlarda biz ozgina vaqt ajratamiz. O'sha vaqt asosida biz savol-javob qilishimiz mumkin. Demak, ishtirokchilarimiz qo'linglarni ko'tarishinglar mumkin. Qo'linglarni ko'tarishinglar bilan men sizlarga so'z beraman va savolinglarni beringlar. O'sha savolinglarga javob olishinglar mumkin bo'ladi. Tayyormisizlar? Instagramdagi ishtirokchilarimizga keladigan bo'lsak, savolinglarni yozma ravishda qoldiringlar. Bu yerdagi esa Telegramdagi ishtirokchilar esa qo'linglarni ko'taringlar va biz sizlarni savolinglarga javob beramiz. Okey, kim birinchi savol bermoqchi? Qo'l ko'taramiz. Telegramda men nima qilaman? So'z beraman, gapirishingiz mumkin bo'ladi. Instagramda esa do'stlar, o'zingizlarni savolinglarni yozib qoldiringlar, o'sha savollarga javob beramiz. Okey, kim? Aha, Umid Po'latov. Assalomu alaykum Umid aka. Rahmat. Nimasidan ishlayapsiz? Kanalingizni kuzataman, Instagramingizni kuzataman, efirdan foydalanib hakasiga. Xuddi sayohat qilmoqchiman-da. Aha, ayting. Sayohat qilishga sizda bir niyat bormi? Albatta bor. Oldin qaysi davlatlarga sayohat qilgansiz aka? Sayohatim bo'lgan. Endi Hindistonda o'qiganman, bir necha bor borganman. Yaqinda aprelda Maldivga bordik. Moskvaga, Rossiyaga borganman, Qozog'istonga borganman. Juda yaxshi aka, mana havolarimiz qarang. 1-oktyabrda sizlar bizda sovidi. Sezon boshlandi. Xohlaysizmi? Men sizga Misrga, Sharm-el-Sheykga ham sifatli, ham narxi ham zo'r, hamma sharoitlar bilan zo'r tur beraman aka. Sharm-el-Sheykga qiziqmayman-da, Umid akam. Sayohatda aka o'zi sizga nimalar ko'proq yoqadi? Nima ko'rgingiz keladi? Dam olishmi? Ilmiy sayohat qilishmi? Nimalar muhim sizga sayohatda? Endi Yangi yilda endi dam olish o'sha nimada tabiat qo'ynida endi sayohat har xil yoqadi. Shaharlarga ham aynalgisi keladi odamdan. Tushundim. Endi siz sohangizdan kelib ishlaydigan bo'lsangiz, texnologiyaga, arxitekturaga, rivojlanishga, tizimga ko'proq qiziqasiz. Bo'lmasa Dubayga to'g'ri qilib beraymi aka? Yangi yilda Burj Xalifani oldida kutib olishga nima deysiz? Yo, yangi yilga emas, undan oldinga harakat qilsa bo'ladi. Qaysi sanalarga aka, keyin siz menga o'rtacha budjetingizni aytsangiz, men o'sha budjetga mos eng sifatli variantni topib, sizga yoki yordamchilaringizga jo'natib qo'yaman. Sayohat davomida ham siz bilan bizning xodimlarimiz aloqada bo'ladi aka. Nima kerak bo'lsa, nima yordamimizda 24/7 aloqadamiz. Budjetimizni aytdik. Siz bo'ldi. Sana Primerda ayting, men sizga 4 ta 5 ta zo'r variantlar jo'nataman. Byudjetni endi bilmayman. Byudjet o'zi yo'q deb hisoblavering. Hozir to'satdan siz sayohat taklif qilib qoldingiz. O'shaning uchun sanalar keladigan bo'lsak, noyabrda tashkillashtirsa bo'ladi. Aha, noyabrda aka qaysilariga qulay? Boshigami, oxirlarigami? 10-sanadan shu 10 bilan 15 o'rtasiga qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Demak, sizga 5 kun yetadi aka. Endi qani aka, talabingiz oshgan sari, komfort oshgan sari narx oshib boraveradi. Agar siz yo'q, menga mehmonxonam ham luxury bo'lsin, 3 mahal ovqatim bo'lsin, meni mehmonxonadan o'zim uchun maxsus shofir kutib olsin desangiz, qimmatlashib ketadi. Yo'q uka, menga mehmonxonamga yetib oling, zavtriga bo'lsa bo'ldi, lekin ko'proq shahardan men zavq olmoqchiman desiz, shunga moslab beraman. Qanaqa qilib beray? Minimal byudjet yo'q deb hisoblangda qilib bering. Uzr, eshitmay qoldim. Nima deysiz? Minimal byudjet bo'yicha. Minimal byudjet bo'yicha. Endi aka, mana shu minimal byudjet deganda qancha summani nazarda tutyapsiz? Men bitta shuni bilib olmoqchiman. 1,5, 2, 2,5, 3. Bu minimal emas, aka, bu o'rta va yuqoriga qarab ketib turgan juda zo'r. 2000 ga siz
massa qilib Dubaydagi hamma turistlar uchun ko'rsatilgan imkoniyatdan bemalol foydalanasiz. Ha, yo'q, zo'r. Bo'lmasa aka, menga bog'lanish uchun bitta telefon raqam bering. Necha kishi bo'lasiz? O'zingizmi yoki sherigingiz bo'ladimi? Odam sonini aytib yorsangiz, men sizga mos bitta tur paketi tayyorlab jo'natib yuboraman. Rasa ishladingiz, kuzatdim, dunyoni bilimini oldik sizdan aka. Endi menimcha sayohat qilish payti keldi. Aha. 4 kishi bo'lamizda, 3 ta katta, bitta bolaga. Aha, kichkinamizni yoshi nechida? 3 yosh. Bo'ldi, juda zo'r aka. Hop, mana shu hozirga aytgan 2000 so'mingiz hammaga, to'g'rimi? Hammaga, aha. Tushundim. Endi sayohat davomidagi xarajatlaringizni buni ichiga qo'shmagansiz. Endi yana alohida o'zingiz bilan qanchadir summa olib olasiz. Menimcha ha, boshqa iloji yo'q. Bo'ldi. Aka, men sizni tushundim. Sizga tur tayyorlash uchun deyarli hamma ma'lumotni berdingiz. 20 minutga qolmasdan xodimlarimiz sizga har xil variantlarda jo'natishadi. O'ylaymanki, bizni tur firma bilan hamkorlikda yaxshi borib kelasiz va bizni doimiy mijozimizga aylanasiz deb umid qilaman. Bo'ldi, kelishdik. Tashingchi. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Turizm sohasi bo'yicha yana nima savollar qiziqtiradi aka? Yo, bo'ldi. Uslugalar bor, mijozlar jalb qilib, sheriklaringizga bizni kompaniyani tavsiya qilib, sizga bonuslar chiqarib beramiz, sizga skidkalar qilib beramiz aka. Doimiy mijozimizga aylanishingiz uchun hamma narsani qilib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolisa ko'raylikchi xizmatinglarni, shunga qarab harakatlanamiz. Bo'ldi. Agar aka olishingiz aniq bo'lib, keling, men tayyorman desangiz, nafaqat telefonda ofisingizga ham xodimlarimiz borib xizmat ko'rsatib, o'sha yerda o'zida shartnomalarni imzolab kelishadi. Tushundim. Rahmat. Sizlarga katta rahmat. Menga bo'lmasa endi efirda nomeringizni bemalol aytalasizmi yo'qmi bilmayman. Aha. Kommentariyada ham yozib qo'ydim. Shogirdlaringiz bironta yozib olsin. Bo'lmasa ayting nomeringizni shu yerda o'zida, men hozirroq xodimlarga beraman, aloqaga chiqishadi. 97lik. Aha. 483. Aha. 33. Aha. 53. Bo'ldi. Bo'ldi. Aka, sizga katta rahmat. Rahmat. Bugundan qolmaydi, sizga hamma narsalarni jo'natamiz. Rahmat. O'ylaymanki, sayohat juda ham chiroyli o'tadi. Rahmat. Bo'ldi. Sizga katta rahmat aka. Charchaman. Men efirdan chiqmasdan qolganlarning ham suhbatini eshitib turaman. Yashang. Rahmat. Zo'r. Umidjon do'stimiz savol berasiz deb o'yladik. Gaplashib ketdik. Okey, hech qisi yo'q. Keyingi ishtirokchimizga keladigan bo'lsak, keyingi ishtirokchilarimiz qo'l ko'tarib, do'stlar, hozir savol-javob qismidamiz. O'shaning uchun savol-javob bo'yicha gaplashamiz siz bilan. Aql va dil degan ishtirokchimiz qo'l ko'taribdilar. Eshitaman. Aql va dil ishtirokchimiz qo'l ko'taribdilar. Eshitaman. Okey. Keyingi ishtirokchimiz Nasiba. Efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshitaman. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Ismim Nasiba. Men hozirda Ozidex Parklarda sotuv menejeri bo'lib ishlayman. Tikuvchilik bo'yicha. Aha. Bizda ham asosan mana shu o'ylab ko'raman takliflari ko'proq tushadi. Shunda hozir eshitib turdim. Agar imkoni bo'lsa, men bilan ham shunaqa savol javob qila olasizmi? Aynan qayerlarda qatorliklarga yo'q qo'yapman. Shularni analiz qilib bera olasizmi deb iltimos qilmoqchi edim. Kelishdik, ketdik. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Nasiba, Ozidex Parkman sotuv menejerlariman. Bizning tikuvchilik va brend nomli kursimizga qiziqish bildirib raqam qoldirgan ekansiz. Ha, shunaqa. Avvalambor, juda yaxshi. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Islombek. Shu tikuvchilikka qiziqaman.
Juda ham yaxshi. Qayerdansiz va necha yillik tikuvchisiz? Endi kirdim, bir ikki kostyum shim tikamiz. Bir yarim yilcha bo'lib qoldim. Asosan erkaklargami yoki ayollargami? Erkaklarga o'sha kostyum shimlar tikamizda. Tushunarli. Atelyengiz bormi? Atelyemiz bor, men xodim bo'lib ishlayman yerda. Tushunarli. Demak, erkaklarga kostyum shim tikarkansiz, ya'ni OFS yo'nalish bo'yicha, lekin bizaniki asosan agar hozir Isxaqova tanishsangiz, 25 yillik hozir brend tikuvchisi a'zosi bo'ladi, ya'ni o'sha yaratuvchisi bo'ladi. Hozirda ayni damda Qatarda 100 tacha kolleksiyalarni o'zlarining zinat kolleksiya fashionga olib ketganlar. Hozirda ayni damda bizlar mana shu noldan brendgacha nomli kursimizda start olgan. Mana shu noldan brendgacha bo'lgan kursimizda siz noldan boshlab o'zingizning brendingizni Isxaqova kabi mana shu brendga chiqarishingiz mumkin. Ya'ni noldan boshlab o'rganasiz. O'zi sizga hozir ayollar tikishi bo'yicha aynan qanaqa muammolaringiz bor? Endi men ayol ham tikadi, bitta joyda ishlaymiz. Ular ayol kolleksiyasini men erkaklarga qilamiz. O'shanga agar bizga to'g'ri kelmasa, unda ularga to'g'rilasak bo'lar ekanda. Undan oldin men ayolingiz bilan suhbatlashib ko'rishim kerak. Ya'ni asosan muammolar nimadaligini, asos andozadami, o'lchovdami, ular bilan suhbatlashib ko'rib, shunga qarab tariflarimizni tavsiya beraman. Islombek aka, bizda hozirda 3 xil tarifimiz bor. Standart, premium hamda VIP tariflarimiz bor. Xo'p, standart tarifimiz bu noldan boshlab o'sha tikuvchilikgacha bo'lgan barcha qadamlar, asos andoza darsimiz bor bu yerda. Asos andoza orqali o'zingizning standart va nostandart mijozlaringizga bir xildek qolipdek besprimerga tikishni o'rgana olasiz. Birinchidan eng asosiysi shu. Agar mijozingiz besprimerga tikaman desangiz, bu mijozga yoqib tushadi. Shuning uchun bizda asosan mana shu o'rgatiladi. Qolipdek tikish, ya'ni besprimerga tikish o'rgatiladi. Undan tashqari sizga astalik kostyum shimlar, oqshom liboslari o'rgatiladi. Tikuv texnikasi barchasi o'rgatiladi bu standart tarifida. Standart tarifimiz 2 oy bo'ladi. 2 oydan keyin sizga sertifikat beriladi. 2 oy davomida kuratorlar bo'ladi. Siz bilan barcha savollaringizga savol-javob qilishadi. Bunda faqat tikish texnologiyasi bo'ladi. Bu orqali siz noldan professional darajagacha chiqa olasiz. Undan tashqari yana ikkinchi tarifimiz bor, bu o'rta tarif, premium tarifi bo'ladi. Premium tarifimizda asosan tikuv texnikasidan tashqari sizga atelye hamda o'sha tikkan tovarlaringizni chetgacha chiqarishgacha bo'lgan barcha bosqichlar, hattoki Instagramdagi marketing yo'nalishlari ham sizga o'rgatiladi. Bu orqali siz onlayn o'zingizning tikkanlaringizni O'zbekiston bo'yicha butun 12 ta viloyat bo'yicha sotishingiz mumkin hamda qo'shni davlatlargacha olib chiqish, reklama qilish imkoniyatlari sizga barchasi o'rgatiladi. Zo'r. 3-chi tarifimizda bo'lsa, 3-chi tarifimizda mana shu har ikkala tarifdagi barcha bilimlar bor. Bunda barchasi hozir Isxaqovaning o'zlarining showroomlarida offline tarzda sizga o'rgatiladi. Plus qo'shimchasiga siz hozir Isxaqova jamoasida tugatgandan keyin ishlab chiqish imkoniyati bor. Qo'shimchasiga birga bir o'zingizning shaxsiy dizayningizni yaratish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Tushunarli. Nechta turadi ular? Keling, narxni gaplashishdan oldin avval o'ziga qaysi tarif ma'qul keladi? O'zini qaysi tarifda ko'rib bilyapsiz? O'sha birinchisida standart tarifimizmi? Juda ham yaxshi. Islombek aka, sizni tabriklashim mumkin. Ayni damda hozir qatardanliklari uchun shunaqa imkoniyat yaratib berdilar. Ya'ni bu kursimizda asli sotilayotgan narx 6.997.000 edi. Lekin hozir Qatarda mana shu karta kolleksiyada ishtirok etayotganliklari uchun 3 million chegirma qilib qo'ydik. Hozirda bu kursimizda 3.997.000. Lekin bitta narsasi bor. Bugun chegirmamizning ikkinchi kuni. Ertagacha 100 ming yoki 200 ming bilan joydan band qilsangiz, kurslarimiz inshaalloh 6-oktyabrda boshlanadi. Qolgan to'lovni esa 5-oktyabrgacha yopib berish imkoniyatiga ega. Tushunarli. Okey. Bo'ldi, unda bitta men ayolimga raqamingizni beraman, sizga telefon qiladi, gaplashib olasizlar. Ma'qul kelsa, xudo xolasa ularga bilan kelishib olaverasizlar. O'zlari aloqaga chiqadilarmi yoki o'zim qulay vaqtni aytsangiz, kechroqqa o'zim aloqaga chiqayman? Men raqamlarni yozib qoldiraman, siznikini ham berib qo'yaman. Kechki payt gaplashib olasizlar shu 6-7 dan keyin. Agar Islombek aka mana shu raqamda Telegramingiz bo'ladigan bo'lsa, Telegram orqali barcha ma'lumotlarni, yana o'sha qanaqa darsda o'tiladi, modullar bilan birgalikda tariflari, OZDPni karta raqamlarini qoldiraman. Yana suhbatimizni Telegram orqali batafsil davom ettirsak bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, rahmat. Sizga ham rahmat. Zo'r.
Gap yo'q, yashang. Demak, Nasiba, sizni yutuq va kamchiliklaringizni aytaman, mikrofoningizni nima qilib qo'yman, o'chirib qo'yaman, qarshi bo'lmasangiz tugadi yo suhbatimiz, ha? Ha, tugadi, rahmat. Zo'r. Gap yo'q. Demak, Nasibani gaplashishlari keladigan bo'lsa, zo'r, nutq zo'r, gaplashish zo'r, mijozning ismi bilan murojaat qilish zo'r, gaplashishlar yaxshi, faqat bitta tarafga keladigan bo'lsak, o'sha narxiga keladigan bo'lsak, birdaniga o'sha 6 million, 3 million agar bugun oladigan bo'lsangiz vaqtingizni sotishga harakat qilyapmiz. Aslida bu texnikaning nomi FOMO deyiladi, faqat qo'llanishda biroz kamchiliklar bo'lyapti. Nima kamchilik bo'lyapti deydigan bo'lsak, odatda hozir o'zingizdan o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri 100 ming to'lov qilib qo'ying demak, balkim odam o'sha 3 million 997 ming to'lashga tayyordir. Balkim o'sha 100% 6 million to'lashga tayyordir. Biz bilmaymiz. Agar hozir narxingiz chegirmada 3 million 997 ming bo'lsa, 3 million 997 mingni olishga harakat qiling. Men tushunyapman, siz juda ham ko'p mijozlaringiz balkim o'sha bu kursda olayotgan paytda o'zi 100 ming olib boshqa qilib siz nimadir o'sha qanaqadir bir qismi pulini olib oling, keyin sotishim osonroq bo'ladi degan fikrda uyg'onayotgandasiz, lekin balkim odamlar tayyordir sotib olishga. Shuning uchun biz birinchi o'sha narsani qo'llaymiz, to'g'ridan-to'g'ri pulini olishga harakat qilamiz. Agar u narsa bo'lmagandan keyin esa biz nima qilamiz? Keling, men sizga bunda yechim qilib beraman. Hozir siz aytaylik, 100 ming to'laydigan bo'lsangiz, 200 ming to'laydigan bo'lsangiz, birinchi 5-gacha deb uni keyin koronniy udar, u narsani keyinroqqa qoldirishingiz kerak bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisiga keladigan bo'lsak, prezentatsiya zo'r, qiziq bo'lyapti, juda ham zo'r gapirib berasiz, faqat o'rtada pauza kerak, savollar berib turishingiz kerak. Va ehtiyojni aniqlayotgan paytda ehtiyojlarni aniqladingiz, ha yaxshi, faqat o'shanda ham sezildi, siz ehtiyojni aniqlash uchun aniqlamayapsiz, shunchaki o'sha texnikani ishlatish kerak, so'rab olyapsiz, lekin u so'raganingizni ketidan prezentatsiya paytida hech narsa aytmadingiz. Ya'ni u agar aytayotgan bo'lsa, men bunaqa narsa bo'yicha ishlayman, bunaqa jarayonda ishlayman deydigan bo'lsa, qarang, hali siz ishlayotgan paytingizda mana bu narsa qiyinchilik bo'ldi. Aynan bizning kursimizda siz mana shu aytgan muammongizga yechim topasiz degan jarayonda aytib berishingiz kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni kuzatmadim. Umuman olganda yaxshi, lekin yanada kuchliroq gaplashmoqchi bo'lsangiz, mana shu kamchiliklarni to'g'rilasangiz, undan ham yaxshiroq, undan ham ko'proq sotasiz degan umiddaman. Zo'r. Endi do'stlar, savol-javobni to'xtatamiz. Mana shu joyda anonim qo'ng'iroqni o'tkazib oldik, savol-javobni ham to'xtatamiz. Qolganlar qo'l ko'tarayotgan bo'lsa, javob bera olmagan bo'lsam nima qilmaysizlar, xafa bo'lmaysizlar. Kecha men jonli efirda bitta narsani aytdim. Savol berdim va hamma o'zining fikrini bildirgandi. Ko'p sotib, arzon sotib, ko'p sotgan yaxshimi yoki qimmat sotib, kam sotgan yaxshimi? Qaysi biri yaxshiroq dedim. Va mana shu savolga o'zim javob bermoqchiman sizlarga. Ko'plab kompaniyalarni, bizneslarni ko'radigan bo'lsangiz, ko'plab millionerlarni ko'radigan bo'lsangiz, ular asosan ommabop, arzon va ko'p odamga xizmat ko'rsatadigan, odatda bu oziq-ovqat, odatda u doimiy ravishda olinadigan narsalarni sotib, ular juda katta gemoniyaga, juda katta korxona qurishadi. Va shu narsani bilibsizki, biz sotayotgan paytimizda doim ham arzon sotib turib ko'p sotish bu bo'lmaydi degan fikrdan qaytaylik. Shunaqa bizneslar bor, million dollar topadigan bizneslar bor. Men bilaman, o'zim elementar ravishda juda katta kompaniyalar bor. Elementar ravishda misol sut mahsulotlari bor. Mana Kamilka bor, Musaffo bor, SC bor, yana bir kompaniyalar bor. Bunda ko'radigan bo'lsangiz, o'sha mahsulotni 8 ming, 9 ming, 3 ming to'ladi, lekin kunlik ravishda juda ham ko'p nima qiladi. Uncha-buncha biznesdan katta o'sha bizneslar. Shuning uchun bu narsaga doim biz siz nima qilishimiz kerak emas. Arzon narsalarga keladigan bo'lsak, sotish oson, har bir insonni o'zini sotib oladigan qanaqadir darajasi bo'ladi. Shu summagacha u befarq. Shu summani berishga tayyor. Shuning uchun biznesingizni qurayotgan paytingizda agar sizga juda ham qimmat bo'layotgan bo'lsa, uni sotuv strategiyasini tuzmasdan turib sotishingiz juda ham qiyin, juda katta kassaviy razrif deymiz. Yani juda katta moliyaviy qiyinchiliklarga uchrab qolishingiz mumkin. Shuning uchun ba'zi bir holatlarda arzon tez sotish ham yaxshi. Endi qimmat sotadigan bo'lsa, siz doim inobatga olishingiz kerakki, sizda o'sha minimal konversiyada, ya'ni eng kam sotganimdagi qimmat mahsulotimni sotganda menga u mana shu o'zimda xarajatlarim va foydaga chiqadigan darajada hisob-kitob qilishingiz kerak. Odatda kompaniyalar nima qiladi? Bo'ldi, qimmat mahsulotimni aytaylikdan 10 mingdan 10 ta sotadigan bo'lsam, menga bu yetarkan, 50 ming xarajatim bo'ladi, boshqa bo'ladi va 50 ming sof foyda deb bilaman 10 ta sotarkan deydi va kunning oxirida 10 ta ham sotolmay qolishi mumkin, bitta yoki ikkita sotadi, lekin uni korxonasining xarajati 50 ming dollar oyiga u minimal ravishda 5 ta sotish kerak, 5 ta ham sotolmadi, birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oy o'tirdi va kunning oxirida u biznes yo'q bo'ladi. Shuning uchun qimmat sotishga keladigan bo'lsak, bunga alohida tayyorgarchilik, alohida marketing, qimmat sotadigan kompaniyalar har doim o'zlarining faoliyatini boshlashdan oldin juda katta marketing qilishadi, juda katta tayyorgarchilik ko'rishadi va undan keyin
sotishadi. Odatda u narsani qilmasdan turib sotishmaydi. Shuning uchun siz o'zingizni biznesingizni tanlayotgan paytingizda qaysi joyga kirishim kerak degan narsada o'ylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Tezlashib, kattalashib ketish uchun odatda mana shu kichkinadan, kamroqdan yoki ko'p sotish ham yaxshi samara beradi va doim siz o'zingizni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, bu boraga keladigan bo'lsak, demak, sizlar bilan Islombek Ibragimov bo'ldi. Anonim qo'ng'iroq, bir necha kompaniyalarga qo'ng'iroq qildik va bir necha savollarga javob oldik. Bizdan uzoqlashmang. Har payshanba 17:00 da anonim qo'ng'iroq sizni korxonangizga qo'ng'iroq qilib, yutuq va kamchiliklarni topamiz. Agar siz ham o'zingizni sotuv bo'limingizni tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, sotuv bo'limingizdagi sotuvchilarning malakasini oshirmoqchi bo'lsangiz, ushbu videomizning tagida link bor. O'sha linkdan ro'yxatga o'tasiz. Sizni sotuv bo'limingizni tahlil qilamiz, yutuq va kamchiliklarni topamiz. Undan keyin esa o'zimizning takliflarimizni qanday qilib sotuvlaringizni oshirishingiz mumkinligini aytib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang. 17:00 da har payshanba jonli efirda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Rahmat.